Hikoya kiyim ishkavining ishkini yapdingizmi jinim? Abdori Rana G'opur. Birinchi qism. O'xshash bir tush bilan qor besib uyg'onib ketdim. Qor tar ichida ko'zimni ichib, to'mpichka chirg'ini yondirib, soatga qaradim, 2dan 48. Beshim chinqilib, lo'qildab og'rib turadi. To'mpichkaning tartmasini ichib, og'riq to'xtatish dorisini oldim. 2 tal chiqarib, to'mpichka ustidagi stakandagi suv bilan ichivetdim. Stakanga qarab, ondan bu suvga necha kun bo'lib ketgani yodimga keldi. Erim uyda bo'lsa, suvni almashtirib turadi. U yana bir shaharga komandirovkaga chiqib ketgan. Men suvni almashtirishni unutibdiman. Bu ishlar xiyolimdan ketishi bilan, ichilgan dori bilan suv maydamga turib qolgandek bo'lib, bearam qilishga boshladi. Yostiqni tiklab, sal yaxshilanib olgacha uxlamay, yo'linib o'ltirmoqchi bo'ldim. Boy ko'rgan tushimni eslashga boshladim. Bir qaynoq bozorning o'ttirsida turman. Atrofimda mig'mig' odam. Ammo notanish bir toifa. Taq turqi, gap so'zlari butunlay yot. Men bir narsa izlayman, biroq nimaligini bilmayman. Shuning bilan uning buningga urilib, so'qilib, bir tor xalta ko'chaga kirib qolaman. Boyqi qaynoq bozorning aksicha bu yer timtas. Ko'chaning ikki qasnig'idagi qo'rolarning darvozalari ching etik. Bu yerga qandoq kirib qolgandiman deb qaytib chiqib ketadigan yo'lni izlab mangman. Tuyuqsiz qo'limni bir muzdek qo'l tutib oldi. O'roq, qog'jirgan muzdek bir qo'l. Egisining tirikligini ko'msam, jasadning qo'limikin deb qolg'idakla. Qo'lning egisiga qarayman. Chala qushida tasvirlangan qora ranglik turk ayollar kiydigan do'ppisi bor uzun yepincha. Qadimgi kinolarda jiq chiqadi. Do'ppi kiyilgan boshdagi yuzni asosan ko'rgili bo'lmaydi. Faqat cho'nqir bir yerda paqirab turgan bir jup ko'zni ko'rman. Yashangan bir ayolning ovozi titrab turib, "Qizim, sana bir narsa ko'rsatay" deydi. Men uningdan qutulishga tirishib, "Kechirsiz, aldiraydim" deb yo'lqinaman. Uning qo'llari qo'limga texmi ching esilib, uzun tirnoqlari teramga patadi. "Ko'p vaqtingni olmayman, 1 minutla." Nemishqiki, u ko'rsatmoqchi bo'lgan narsani faqat ko'rgim kelmaydi. "Qo'yib bering, qiziqmayman" deb keynimga tirajayman. Umma bo'shashmay, yana bir qo'lini qo'yniga tiqib, bir narsa olmoqchi bo'ladi. Ham "Qizim, bu narsa dal sen izlayotgan narsa shu. Men seni uzundan saqlayapman. Seni menga taqdir uchrashtirdi" degach, bir kichik teri xaltini qo'ynidan oladi. Menmi tirkishishni to'xtatib, uning qo'liga qarayman. U titrab turgan o'riq qo'llari bilan xaltining yiplarini yeyishga boshlaydi. "Qara qizim, bu narsaga necha asr bo'lganini deb berolmayman. Balkim olam paydo bo'lganda tang paydo bo'ldimikin. Shunga uningga yer jahonning sehri singib ketgan." Uning harakatining ostiligida nafsim tezlashib, demiqim qisiladi.
Mümkün bolsa, qo'lidan tortib elibla o'zim assam deb o'ylayman. Oxiri u xaltaning og'zi ichiladi. Xaltadan bir xush puroq, hech nimaga o'xshamaydigan puroq tarqaladi. Burnimni xaltaga yaqinlashtirib, ochko'zlik bilan so'mirman. Burnimdan kirgan puroq butun badanimga taraydi. O'zimni turibla yengillagandek his qilaman. U qo'lini xaltaga tiqib, "Mana, qara" degach, har qitim mushu yerda uyg'onib ketaman. Daqiqa oldi keyni bo'lmaydi. Xaltadagi narsani ko'rib olishimga faqat fursat bo'lmaydi. Uyg'onib, erimga tushimni deb bersam, "Siz oshundoq narsalarni jiq ko'rgachga g'ayri tush ko'rsiz" deydi. Ammo bu tushni pat-patla uzoq muddat ko'raman. Chiroqning nuri g'uva yo'rtib turgan uy ichiga ko'z yugurtib, qiyo ichilib qolgan kiyim ishkaviga ko'zim tushdi. Bu to'risqa taqashgan keng bir tom keladigan ishkap. Ichiga odam bemalol sig'idi. Odatda eshikni yepib qo'yatdim. Balkim bugun kechda ching ishtirmagan o'xshayman. Bundaq ishlarni ko'rsam ichim pushidi. Shunga karvatdan tushib, eshikni yepishga mangdim. Yotoq uyimg'u kichik emas. Ammo bugun karvatdan ishkapgacha bo'lgan oraliq shundoq uzun belindi. Xuddi tushimdagi xalt ko'chada ketib borgandek mengyapman. Ishkapmo ko'zimga egizlab, cho'nglab ketgandek ko'rinib, qiyo ichiqliq eshikning keynidagi qorong'uliq bir o'nkirdak so'g'uq belinib, meni o'ziga tortib. Eshikdan qizil bir parcha raq ko'rinib turadi. Qizil ko'ynikim. Mo'jal yeshimdagi tug'ilgan kunim kunidagi o'ltirishga olgan edim. Men oq bo'lg'achqa bakmi yarashgan. Hozir u ko'ynakning parchasi o'tdek. To'g'risi qandek qizilliqda ko'zimga patatdi. Qadamlarimni asta yo'tkab ishkapga yaqinlashdim. Nafsimni tutib turib, qo'limni eshikning tutqichiga asta uzatdim. Qo'rqib turib, tutqichni tortdim. Eshik ichilib, ichidagi avtomatik chiroq yondi. Kiyimlar o'z beti isig'liq. Qo'limni kiyimlar orasiga tiqib, qarab etib, eshikni yopdim. Ham kuchab bir ittirib qo'ydim. Keynimga burilib, mengib bo'lib, to'xtab, yana bir qarab etdim. Yepig'liq. Xotiram nacharlab ketib bordi. Ba'zida o'choqning o'tini o'chirmaganimni, jumakni atmaganimni, sirtning ishigini taqamaganligimni esimga ololmayman. Uzoq yillik bosh og'riqim bor. Mengamdagi o'smidimmi yoki ersiyatdimmi bilmayman. Do'rimi kar qilmas bo'lib ketdi. Ammo o'zimni bazlash uchun dori ichib turaman. Ikki chekamni uvulg'animcha karvatimga qaytdim. Karvatga chiqqicha uzun kechilik ko'ynakimning etigini dassivilib, tizimni karvatning qirig'i urib oldim. Anchik tekkanda qilmagan qon chiqishga boshladi. Erimning yo'qligida kechidagi parakandichilik eg'ir kelib, g'udirab, etigimni ko'targanimcha tozliq uyga kirib, yarg'a pilastir chapladim. Karvatga qaytqicha ishkapga yana bir qarab etib, chiroqni o'chirib, ko'zimni yumdim. Ertasi uyg'onsam, bosh og'riqim yana barkan. Aldirash, yosinib tarnib, nashtalaqmi qilmay ishqa mangdim. Ertasi erim qaytib keldi. Turmushimiz yana o'z ritmida davomlashyapti. Beshim og'riyverdi. Yilqi tushni yana ko'rib turdim. Bir ishlarni yana unutib qilaverdim. Bir mezgildan keyin erim yana bir komandirovkaga chiqib ketdi. Bizning bir qizimiz bor. U yana bir shaharda oliy maktabda o'qiydi.
Aralıq yiroq bo'lmag'achqa pat-pat qaytib keladi. Odatda kamera bilan ko'rishib turmiz. Bugun kechdim ko'rishdik. Qizim, "Apa, mijozingiz yo'qmi? Chiroyingiz faqat yaxshi emas", deydi. "Voy balam, mijozim yo'q bo'lib qolg'ili ne vaq. Beshimning og'riqi hech qo'yvatmaydi. Charchab qolgan o'xshayman", deb javob qildim. Yotqicha erim bilan telefonda ko'rishib, amallashib, uxlab qopdiman. Ammo yana o'xshash tush bilan uyg'onib ketdim. Chiroqni yoqib, soatga qarab edim. Dal 2:48. O'xshash bosh og'riqi. Dori ishmaslik qaroriga kelib, beshimni burishimga, kiyim ishkavining qiyo echiqliq ishigiga ko'zim tushdi. Yana nimishqa ichilib qolgandi? Yapaymi, yapmaymi, deb birdam ikkilandim. Oxiri yepib o'tish uchun yeniga bordim. Menga vatman, ishkap zo'rlashidi, muzdek bir shamol yuzimga urilgandek bo'ladi. Etiki sal chiqib qolgan qizil ko'ynakni ichiga tiqib, eshikni yopdim. Keynimga 2 qadam yenib, birdam qarab turdim. Әмді ечілмайдығыныға жәзім қылғанның яқы бұрылып карватқа қайттым. Алдыңғы қытымлық сабақтың кейін авайлап карватқа шықтым йо, ястыққа бешімні қойғыча карватның бешіға бешім тегіп кетті. Көзімдің от жақнығандек болды. Bir ağrıq zыңылдап, тәккен ердің мен әмгі тарды. Әжеп үш болдым, дәп ғудырап көзімні юмдum. Күллә өтіп атыды. Чарчаплы тұрмен. Арам еліп, ардықым чыққынын білмеймен. Яз пәсілі болғачқа ерім бәк алдыраш болып кетіп баратты. O daim rəng-royimның yaxşı əməsligini etib, doktorға berişqi zorlaydı. Yeni barsa, yeni şu, konu gəp, dəb, tartışıb, unumaydım. Demisimu, vaqt əvar qılıb, barğanğı layiq iş yox. Bugün o yana öydəməz. Mən hər həftədə bir qism qoyulduğan televiziya teatrını körüb bulub, yetişqi tayarlandım. Adetimiz boyunca yetişdən burun birdəm uçur yezişdik. Appa deyişib, çıraqni öçürüp yattım. Telefonga uçur kelgen bir avaz bilan oyğanğınımda öy içi qarang'uliq çöküp digen. Ayımı çıkmağan keçi boldu mu degenni oylap, tompuçki çırğını yıqib, telefonga qardım. Saat dal 2:48 ötüptü. Uçur erimden kepti. Yerim keçede uxlamay neme deydigando deb uçurni açtım. Kiyim işkavının işigini yaptınız mı cinim? Derhal işkapqa qardım. İşik qiya etçiqliq. Qızıl köynəkning peşi ko'rinib turadi. To'g'ri emas. Telefon albomimni ichib, eng oxirgi rasmga qardim. Tartılgan vaqti tünögün kech 11-dan 2. Çın yepilgan kiyim işkavi. Demak, men ishikni yapqan. Erimga kiyim ishkavining ishigining buzilib qolganini aytdim. Shundimi o'zimning yaxshi yapmay qolganligimdan gumonlanib, rasm tortib olgan edim. Demak, ishik buzilibdi. Zardam bilan mengib, ishikni yapmoqchi bo'ldim yo, yana bir xiyol bilan ishikni ochdim. Chiroq yonmadi. Bumi buzilibdi. Tompuchkining chirig'ining g'uva yo'rqida ishkapning ishik tarafdagi qismila yo'rtilib turadi. Nima bo'lganimni uqmayman. Ishkapga kirishdan o'zimni tutolmadim-da, asta kiyimlarning orasiga sho'ng'idim. Көз алдымда көргінімнің дәшті мені бұл қараңғыдымы күндізді көрішкі мәжбүр қылды. Ішкап ішчеді бірсі. Тоғырсы мен тұраттым. Мен вақырашқы ағзымны аштым ё. Меннің бармақыны қалпықығы тәккізіп, там тәрәпні ишарат қылғыныны көріп, үнімні чықармай там тәрәпкі қардым.
Әмма там yo'qab ketib, o'rniga bir eshik qiya echiqliq turadi. Eshikdan ko'rinib turgan manzara texmi dahshat edi. Eshikdan ko'rinib turgani mening yotoq uyimga o'pmi o'xshash bir uy. Hatto karvatdagi ayolmi menga o'xshash. Yana bir men. U telefoniga qarab etib, bizga bir qardi-da, telefoniga yana qardi. Ondan karvatdan tushib, bizga qarab, asta mengishga boshladi. U baya men qilgan ishlarni aynan takrorlayotdi. U ishkapning oldida turganida qo'rqqanimdan nafasmi ololmadim. Odam o'zini o'zi ko'rib tursa, bakmi g'ayrlik his qiladi ekan. Tuyuqsiz qo'lim yenimdagi menning qo'liga tegib ketdi. Darhol uning qo'lini ching siqib oldim. U menmo ishkapga kirdi. Bayqiman, men ikkimiz. Bu yangi kirgan menga unini chiqarmaslikni ishorat qildik. Ondan uchimiz asta yana bir yoqqa qardik. Bu endi mening yotoq uyim edi. Ammo karvatdagi ayol men emas. U menmo butun jarayonni qayta takrorlab ishkapning ichiga kirdi. 4 men bo'ldik. Bir-birimizga hayronlik bilan qarshib turatdik. Ondan yana bir tarafga burildik. Yana shu yotoq uy. Yana men. Endi zodi qaysi tarafning men kirgan yotoq uyligini unutdim. Ishkap ichida men jiqiyishga boshladik. Nima qilishim kerakligini bilmayman. Balkim boshqa menlarmi bilmayvasi kerak. Ishkap bizga kichik kelishga boshladi. Havodagi oksigenmi shalanglab ketdi. Putimga tasib oldingiz. Bir men og'rindi. Yana bir men cho'nqur uxtatdi. Bayqishimcha biz ishik tarafga qarmag'icha yana bir men paydo bo'lmaydi. Shunga menlar asta ovozda ishikdan qarmaslikni maslahatlashdik. Ammo bu amal bak uzunga paylamadi. Birimiz qarab solimiz-yu, hamma ish qaytalanadi. Qanchalik vaqt o'tib ketganini bilmayman. Tong atay degan bo'g'aydi deb o'yladim, ammo har bir men paydo bo'lsa, vaqt faqat 2dan 48 ga qaytadi. Tit bo'lishga boshladim. Chiqib ketishim kerak. Ammo boshqalarmi shundoq o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ular bilan korim bo'lg'idek vaqtim yo'q. Endi yana bir men ishkapga qistilib kirishigila men chiqib ketaman. Taqqazonlik bilan kutishga boshladim. Ishkapdagi 7-8 dak mendan birsi ishikdan marda bo'lg'ay. Vaqt yana 2dan 48 ga qaytdi. Men bizga qarab mengishga boshladi. U kirsila hammasini bir yoqqa ishtirib etib chiqib ketishga tayyorlandim. Bu g'ayri ishning sababini o'ylashga vaqtim yo'q. Oldi bilan chiqib ketishim bu tarchilikda o'zim bilan o'xshash ayollar bilan tunjiqib qilishdan burun chiqib ketishim lozim. Men asta bizga yaqinlashdi. Yuragim do'pildab so'qiyotdi. 3 qadam, 2 qadam, 1 qadam. O, to'xtadi. Sadigan ketay, tezroq bo'lsang-chi. Halbuki bu men hech qaysimizga o'xshamadi. O, ishkapga qarab birdam turdi-da, qo'lini uzatdi. Qutulishga oz qoldim. Halbuki u ishkapni kuchab yepivetdi. Endi butunlay qorong'ulikda qoldik. Ishikni ittirdim, ishik ichidan ichilmaydi ekan. Yana bir tarafga qaradim, endi bu taraf bir butun tom bo'lib qolgan edi. Hammamiz aloqazodi bo'lishga boshladik. Sirtda erimning ovozi anglandi. Uxlamay, nima ish qilyapsiz?
Mən cavab berdi. Şkapның işigi içilib qaptikan, yepivetdim. İşikni urishqa başladım. Bu men bu yerda. O men emas. Ovozim ulağa emas, o'zimga anglanmayotdi. Hikoya tamam.